Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini ko'ramiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir heyet İtaliyaning Ventotene aralida chaqirilgan tunji navbatlik Yevropa yig'iniga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. İtaliyaning Ventotene aralida Yevropa parlamenti, Yevropa komissiyoni va Ventotene shahrining tashkillashida tunji navbatlik Yevropa yig'ini chaqirilgan. Mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin, Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur Demokratiya kishilik huquq markazining raisi va qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi va Tiamin vaqasining tashkilotchilaridan biri bo'lgan O'rkash davlat qatorliqlar Uyg'urlarga vakolatan taklif bilan qatnashgan. Zumrat Erkin xonim yig'indagi so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqigan bostirishi va navbatda Yevropa davlatlarida Uyg'urlarning duch kelayotgan qiyinchilik haqida tafsiliy to'xtalib o'tgan. To project his exhibitions, to host his exhibitions. So what kind of Italy does that portray? It portrays an Italy or, a Europe that is incapable of standing up against. O'rkash davlat apandi o'zini oldi bilan men Uyg'ur deb tanishtirib, Osiyodagi demokratiyani qanday qo'g'dash kerak degan temada so'zlagan. The democracy is under challenge. The world order that we have lived in is under challenge. Funny part is the world order is under challenge because of Donald Trump or United States, the leader of democracy. But the real threat supposed to come from totalitarian. Mazkur yig'inga Yevropa parlamentining a'zolari, Italiya parlamenti a'zolari va Ventotene shahrining yerlik parlament a'zolari, axborotlar, Ukraina urushiga qatnashgan askarlar, jurnalistlar qatnashgan. Yevropa parlamentining muavin raisi Pina Pechorna xonim riyosatchilik qilgan mazkur yig'inda Dolqin Aysa apandim Iranlik Nobel mukofoti sohibi Sherin Abadi bilan maxsus suhbat programmasida so'z qilgan. Dolqin Aysa apandim so'zida Xitoyning chegara halqigan bostirishlari va o'zining qarindoshlarini misol qilib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirib o'tgan. Because this time, without any persecution, only persecution by the time, but not persecution by the Italian police. Because 2017, when I was in the room, was a press conference with my good friend Lucia, she was there, and then before the press conference started in front of Italian Senate, I was detained more than 20 Italian police. Qurultay heyeti bu qatimqi Italiya safarida yig'indan burun Italiya parlamentini ziyorat qilib, Italiya parlamentidagi Uyg'urlarni qo'llaydigan parlament a'zolari bilan uchrashib, Uyg'ur masalasining navbatdagi vaziyati va Italiyaning Uyg'ur majburiy emkini cheklash uchun qanday xizmatlarni olib berish kerakligi haqida suhbat olib borgan. Avstraliyaning Adelaide shahrida Sharq Turkiston da'vosidagi peshqadam ustozimiz Ahmad Egambardi apandining hayotini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. 13-sentabr Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi, Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasi, Janubiy Avstraliya Uyg'ur ona til maktabi va Sydney Pan qatorliq tashkilotlarning birlikda tashkillashida Sharq Turkiston da'vosidagi peshqadam ustozimiz yozuvchi va shoir Ahmad Egambardi apandining hayotini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatga Avstraliyadagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, Avstraliyadagi Uyg'urlar qatnashgandan boshqa Uyg'ur tarixi tadqiqotchisi Nabijon Tursun apandim Amerikadan kelib qatnashgan. Faoliyatda Ahmad Egambardi apandimning 1984-yili Avstraliyaga kelgandan buyon muhojiratga olib borgan Sharq Turkiston da'vosi jarayonidagi kurashlari, yoziqchilik hayoti aslab chiqilib, Ahmad Egambardi apandimning hayot hikoyasi tasvirlangan film qo'yilgan. Faoliyat oxirida Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Baxtiyor Bo'ri, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri Mehmet Chalabchi va qurultayning Avstraliyadagi vakili Jurat Abdukerim, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining a'zosi va qurultayning Avstraliya vakili Sultan Hevilla qatorliqlar Ahmad Egambardi apandimga Dunyo Uyg'ur qurultiyining sharaf nomusini taqdim qilgan. Şehadatnamızda adli hürmetlik Ahmet Egambardi. Sizning Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqining mustaqilligi va hurriyat uchun tinimsiz kurashingiz va sodiqligingiz
ozodlik ko'rishimizga zo'r ta'sir ko'rsatdi ve hayati ilham bağışladı. Bu haqda telefon ziyoratimizni qabul qilgan ustoz Ahmad Egamberdi apandi o'zining ta'sirotini ifodalab va muhojiratdagi Uyg'urlarga chaqiriq qilib mundaq deydi. Kecha mening sha'nimga bag'ishlangan bu kechilik intayin yaxshi o'tdi. Men o'ylagandim yaxshi o'tdi. Buni Avustraliyadagi bo'lib Adelaydagi qarindoshlarimiz har qaysi jamiyatlar hem şuna o'xshash xalqarodagi Uyg'ur diasporasininki vakillari shularninki kuch qo'shishi bilan intayin yaxshi o'tdi. Men o'ylagandim yaxshi o'tdi. Buning uchun ko'pchilik Uyg'urlarimga alohida rahmatlarimni aytaman. Shuning bilan birga mening bir yurak so'zim Sharqiy Turkiston davosi Uyg'urlarning erkinlik, mustaqillik davosi tarixning eng jiddiy paytlariga yetib keldi qarindoshlarim. Bizning hozirgi vaqtda kuchni kuchga ulab, barliq qudratimiz bilan, imkoniyatimiz bilan vatan millatni mustaqil erkin qilish uchun kurash qiladigan vaqtimiz keldi. Shuning uchun bütün Avustraliyadaki, bütün dünyadaki Uyghur cemiyetlerini, cemaatçiligini, Şarkı Türkistan davasını yanıma yükseltiriş için kalsınlarının yeniden küreş tüpüge koşuluşunlarını, bu küreşini ecdatlarımız bizge uluk bir nişan kılıp kaldırgan, şu nişanını şu yazıgarlıkını, şu abidini bizden davamlaştırışımıza doğru keldi. Şunun için barlık Uyghur qarindoshlarım, Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarım haqasanlarni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, Uyghur xalqining hür erkinligi uchun kurash maydonlariga kuch quvvat bilan, jangovarlik bilan atlanishinglarni umid qilaman. Sizlarning qarindoshinglar Ahmad Egamberdi. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya Uyghur Qurultayı vekilleri Şimali Sipros Türk Cumhuriyeti'de 20. növbetlik Türk Dünyası Yaşlar Qurultayı qatnashib, Sharq Turkiston mustaqilligining Türk dünyası uchun navbatdagi eng muhim masala bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Mushu ayning 13 kunidan 17 kunigacha 20. navbatlik Türk Dünyası Yaşlar kuni va qurultayı Şimali Sipros Türk Cumhuriyeti'de o'tkazilayotgan bo'lib, bu qurultayga Uyg'urlarga vakolatan Dünya Uyg'ur Qurultayı Uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashid, Qurultay Yoshlar komitetining mudiri ve Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay Ilhom qatnashib, Sharq Turkiston mustaqilligining Türk dünyası uchun navbatdagi eng muhim masala bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Bu qurultayda Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Iftixor Abdurashid apandi Sharq Turkistonning mavjud vaziyati, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini tunishtirib o'tib, mundaq degan. Aslida Sharq Turkiston bütün Türklarning muqaddaslig'i bo'lgan Tangirtog' makonlashgan va Türklarning dunyoga tarqalgan ana makonidir. Ammo navbatdagi Sharq Turkiston vaziyati o qadar ichinishli qoldiki, Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchiligini xalqaro sahnalarda G'arb dunyosi va Yevropa parlamenti irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Ammo bizni eng ichindirdig'ini navbatda hech bir turk davlatlari va islom davlatlarining buni e'tirof qilmaganligi. Biz bu qurultayga kelgan barliq qarindoshlarimizni Sharq Turkiston davosini va navbatdagi eng muhim vazifamizning Sharq Turkistonning mustaqillik ekanligini unutmaslikqa, biz bilan bir safda turishga chaqiramiz. Shundaqla kelayotgan 10 ayning 1 kuni Sharq Turkistonning soxta avtonomiya bilan mustamlik qilinganligining 70-yili. Xitoy bu kunni dabdaba bilan tabriklamoqchi, ammo bu biz uchun motam kunidir. Bu sabab bilan 1 oktyabr kuni sizlarni va butun Türk dunyosini Xitoyning bu ishg'olchiligini xotirlash kuniga qarshi keng ko'lamda qarshilik harakati elib berishimizda biz bilan bir safda turishga chaqiriq qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli divan heyeti. Sizlarga oldi bilan o'zimning ona tili bo'lgan Uyg'ur tili bilan salomlamoqchiman. Hurmatli do'stlarim va qarindoshlarim, hammanglar xush kelibsizlar.
Sizlerni görüp tolumu hoşal oldum. Rahmet. Kıymetli dostlarım, ırktaşlarım, Sayın Başkanımız, Sayın Divan Heyeti, sizlere Doğu Türkistan'dan ve Dünya Uygur Kurultayı'ndan sıcak selamlarını getirdim. Ben İftihar Tenrikut, Dünya Uygur Kurultayı'ndan geliyorum. Uygurları hepiniz duymuşsunuzdur. Doğu Türkistan meselesini hepiniz duymuşsunuzdur. O kadar acı bir durumdayız ki, oysa ki Doğu Türkistan, Kaşgarlı Mahmut'un yurdudur. Bütün Türklerin kutsal dağı olan, Tanrı Dağı olan ülkedir. Taklamakan çölü olan ülkedir. Gobi çölü de olan ülkedir. Ona rağmen 1949'dan beri Çin işgali altında kalmaktadır. Şu anda bile 2017'den itibaren tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olan Yahudilere karşı yürütülen soykırımın aynısı aynı kamplarda devam etmektedir. Şimdiye kadar Dünya Uygur Kurultayı bunu tüm dünyaya duyurmak için elinden gelen her şeyi ardına koymadan devam etmektedir. Gece gündüz çalışarak ve uluslararası arenada 11 ülke ve parlamento Uygur soykırımını resmi olarak kabul etmektedir. Ama o kadar üzülerek şunu söylemek isterim ki bunun içinde ne bir Müslüman ülke vardır ne de bir Türk ülkesi vardır. Müslümanlıktan bahsetmek istersek biz sonuna kadar Müslümandık. Türklükten bahsetmek istersek biz sonuna kadar Türktük. Ama siyasi çıkarlar sebebinden dolayı Uygur meselesi İslam aleminde ve Türk dünyasında şimdiye kadar istediğimiz noktada olmamaktadır. Oysa bizim umduğumuz destek ve güç kendi kardeşlerimiz olan bütün Türk kardeşlerimizdendir. Dün açılışta Ersin Başkanımız da dediği gibi Türk devletlerinin bazılarının Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıdığını, orada elçilik açacağını duyurmuştu. Ama biz Türk milletinden olan 35 ülkeden gelen Türkiye milletler olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bildirmek isteriz demişti. Uygur Türkleri olarak da aynı şekilde, aynı safta yer almaktan kıvanç duyuyoruz, onur duyarız ve bu 35 ülkeden gelen Türk kardeşlerimizin de aynı şekilde Uygur kardeşlerinin de her zaman sonuna kadar yanında durmasını istiyoruz. Her zaman yanımızda. Çok teşekkür ederim. Son olarak da 1 Ekim bu senesinde Çin işgalinin 1955 1 Ekim kararıyla Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni resmi olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak değiştirdiğinin 70. yıl dönümüdür. Bu Çinliler için bir bayramdır ve o kadar büyük hazırlık yapıyorlar. Bizim içinse matem günüdür. O yüzden sizlerden ricam ve temennim 1 Ekim'de Çinlilerin bu kutlamalarına karşı bütün Türk milletleri olarak hepimiz Doğu Türkistan'ın ve Uygur Türklerinin yanında olalım ve sesimizi onlara karşı çıkaralım. Bu qatimki qurultay Dünya Türk Yaşlar Birleşmesi tarafidan o'rinlashtirilib, Shimoliy Sipros Türk Cumhuriyetining prezident sarayida ilib berilgan. Bu programmaga Shimoliy Siprosning prezidenti Ersin Tatar, Shimoliy Sipros Ommaviy ishlar va qatnash ministri Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti AK Partiyasining muavin raisi ve tashqi munosabatlar boshlig'i Kürşat Zorlu ve Türk dünyasının her qaysi joylaridan kelgan nurg'un vakillar, mutaxassislar, Türk tarihi tadqiqotchilari ve 37 Türk davlatidan 87 Türk yoshlik tashkiloti vakillari qatnashgan. Yig'in qatnashgan mutaxassislar ittifoqning Türk dunyosidagi muhimligini ta'kidlashgan. Qurultayga qatnashgan har qaysi davlatdan kelgan yoshlar ve ommaviy tashkilotlarning vakillari mazkur tashkilotning raisi Ersin Güzelga o'z davlatlarining simvollik sovg'at buyumlarini taqdim qilgan bo'lib, İftihar Abdurashid Efendi Uyg'urlarga vakolatan Uyg'ur do'ppisi ve Sharq Turkistonning oyul tuzliq ko'k bayrog'ini Uyg'ur irqiy qirg'inchilikda unishtirilgan kitoblar bilan taqdim qilgan. Ersin Başkanımıza
Dünya Uygur Kurultayı'ndan gönül hediyemiz var. Siz de başkanım kürsüye davet ediyorum. Uygurların dokvası kutsal olan, saygı duyduğumuz, hürmet duyduğumuz insanlara dokvalarımızı takdim ederiz. Ve Doğu Türkistan'ın bayrağını da teslim ediyorum. Birbirinden değerli kitaplarla buradayız. Dünya Uygur Kurultayı'nın Sayın Hocamız Doktor Erkin Emet tarafından yazılan 20 yıllık Dünya Uygur Kurultayı'nın tarihi yazılan kitap. Bir de bizim liderimiz Dolkun İsa Bey'in Çin'in Özgürlük Tuzağı adı altındaki kitabı. Burada Doğu Türkistan davasını ve kendi davasını, davadaki günlükleri detaylı bir şekilde yazılmıştır. Burası da merhum liderimiz İsa Yusuf Altekin'in oğlu Erkin Altekin'in Bir Davanın Hafızası, hariçte Doğu Türkistan davası Erkin Altekin kitabı ve bu Karakaş listesidir. Doğu Türkistan'daki kamplarda zorla tutuklanan ve soykırıma uğrayan Uygurların listesidir. Bunun içinde en küçük 14 yaşındaki çocuk, en büyük 84 yaşındaki kişiye kadar kadın, erkek fark etmeksizin hepsi soykırıma uğruyor. Burada detaylı olarak yazılı Karakaş listesidir. Bu da Avrupa Parlamentosu'nda Almanya Milli Görüş'le beraber yaptığımız faaliyetlerimiz. Uluslararası Uygur Forumu'nda hepsini size teslim ediyoruz. Ersin Güzel Efendi İftihar Abdurşit'in qolidan algan Sharq Turkistonning bayrog'ini söyüp turib, Sharq Turkiston davosining Türk dunyosining davosi ekanligini bildirgan. Mazkur qurultayda so'z qilgan Ersin Güzel Efendi, Türk dunyosining yoshlari bo'lish sifatimiz bilan biz yo birga yashaymiz, yo birga halok bo'lamiz falsafasi bilan yo'lga chiqdik. Türk yoshlar bo'lish sifatimiz bilan biz mangu mavjud bo'lamiz degan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.